Assalomu alaykum savatdaşlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi Türkçe grammatika darsimizda o'rganib o'tmoqchi bo'lgan temamiz ko'rib turganinglardek savol qo'shimchalari. Savol qo'shimchalari. Ya'ni bu Türkçede qandaq so'ru eki deyiladi, so'ru eki. Endi bu savol qo'shimchasi deganimiz nima degan vaqtimizda mayaga uyg'urcha yozib qo'ydim. Savol qo'shimchasi deganimiz qanday ekan? Mu qo'shimchasi ekan. Masalan, uyg'urchada buni biz deb boqaylik. Bu maktab desek shundaqmi? Agar biz bu maktabmi desek nima deymiz? Bu maktabmu. Tushunishlik? Masalan, agar bu sinf desakchi, bu sinfmu. Ya'ni Uyg'urchada har qanday bir bayon jumlaning keyniga biz faqatla mu qo'shimchasi qo'shib qo'yish orqali biz shu jumlani qanday qila olamiz deganni savatdoshlar savol jumlaga aylantira olamiz. Xuddi hozir deb o'tganimizdek bu maktab desak shundaqmi? Bir jumla tuzsak bu maktabmu desak savol jumla bo'lib ketadi. Bu sinf desakchi bu sinfmu. Bu qalammu. O Ahmad, u Ahmadmu. Bu İstanbulmu. Yani qanday bir gap bo'lmasin biz keyiniga faqatlam mu qo'shimchasi qo'yish orqali shu jumlaningki biz savol shaklini yasay olamiz. Ya'ni Uyg'urchadagi savol qo'shimchasi bak oddiy, faqatlam mu qo'shsaqlam bo'ladi. Endi turkcha kelganda cho deganda savatdoshlar Turkchada hozir miyadisizlar ko'rib o'tgandek mu, mi, mudan iborat bu mu degan qo'shimchaninki 4 xil shakli bor, 4 xil shakli. Yani biz her qandaq bir cümle kelsa Uyg'urcha deklam keyingi qandaq bir xilla mu qo'ymasdan qanday qiladi ekanmiz? Bu 4 xil, yani mu'ninki 4 xil degan shakli bor bu yerda. Mi, mi, mu'dan iborat. Bularninki munosib shaklini qo'yishimiz kerak. Munosib shaklini. Mushu jihatda ba'zan xatoliklarni sodir qilib qo'ydigan ahvol bor, ha? Ya'ni xuddi Uyg'urcha deklam o'yinib qandaqlam bir jumla kelsa, qandaqlam nima kelsa, keyingi qandaq mulam qo'sh orqali turkcha ba'zan gaplarni shu bo'yicha deydigan ba'zan bir xatolik masalalari mavjud. Endi biz bu mi, mu'ninki munosib shaklini nimaga asosan bilamiz desak, ya'ni biz bu grammatikada so'zlab o'tganimiz bu so'zuq tovushlarga qaytib kelamiz, savatdoshlar, so'zuq tovushlarga. Nima deganidik? Turkchada xuddi Uyg'urchaga o'xshash qanday 8 tona so'zuq tovush bor deganidik. Qaysi so'zuq tovushlarda bu? A, I, E, I, O, U, Ö, Ü. Shundaqmi savatdoshlar? Endi biz normal bo'lgan bir savol jumla yasash uchun savatdoshlar, savol jumla so'rash uchun biz dal so'ramoqchi bo'lgan shu ismga, shu nuqtaga qaraymiz, ha? Shuningga qaraymiz, agar shu so'ramoqchi bo'lgan ismning oxirida bu harflar bo'lsa, oxirida yoki oxirgi bo'g'imlarida bu harflar bo'lsa, shuningga asosan biz bu savol qo'shimchalarininki muvofiqini qo'yib shu savol jumlamizni yasaymiz savatdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, agarda shu ismning, shu so'ramoqchi bo'lgan ismning oxiri yoki oxirgi bo'g'imida a, i bo'lib qolsa, biz keyiniga m qo'shimchasi qo'yish orqali. Oxirida yoki oxirgi bo'g'imida a, i so'zuq tovushi bo'lib qolsa, mi savol qo'shimchasi qo'yish orqali. Agarda oxirida o yoki u degan bu so'zuq tovushlar bo'lib qolsa, mas holdagi mu degan bu savol qo'shimchasini qo'yish orqali, agarda oxirida yoki oxirgi bo'g'imida o'dan iborat bu so'zuq tovushlar kelib qolsa, biz oxiriga mu savol qo'shimchasi qo'yish orqali bir normal bo'lgan savol jumlasini yasaymiz savatdoshlar. Savatdoshlarga tushunish bo'ldi deb qarayman. Undaqda biz misollarimizni qarab boqaylik. Mayaga qarasak savatdoshlar bir qancha dona jumla bor bu yerda. Bu pazar, shu sinf, o okul, bu ev, şu ütü, o İstanbul. Qarab boqaylik. Bu pazar dedik. Tercümesi nima? Bu bazar. Shundaqmi? Normal bo'lgan bir bayon jumla. Buning keyiniga nima keladi? Chiqib keladi. Shundaqmi normalda? Bu pazar. Endi bu bazarmu demoqchi bo'lsak nima deymiz savatdoshlar? Biz hozir deb o'tgan grammatika bo'yicha buningki oxiriga yoki oxirgi bo'g'imiga qaraymiz. Qarasak pazar. Oxiriga qarasak savatdoshlar zar debdi shundaqmi? Oxiridan bakan buningki a so'zuq tovush. Agarda oxirida yoki oxirgi bo'g'imida a, i bo'lsa keyiniga nima qo'yatdik savatdoshlar? M qo'shimchasi qo'yatdik shundaqmi? M. Shuning bilan bu bir normal bo'lgan bir savol jumla bo'ldi. Bu pazarmi? Ya'ni bu bazarmi deb so'ramoqchi bo'lsak, biz bu pazarmi deymiz, ha? Bu pazarmi deydigan gap yo'q. Bu pazarmi deydigan gap yo'q, ha? Keyin qaraylik, shu sinf. Qaraylik savatdoshlar, shu sinf debdimiz. Oxir qaraymiz dedik shundaqmi savatdoshlar? Qarasak buning oxirgi bo'g'imida nima bor ekan? Nif. Nima bu? I. I bo'lsa qarab boqaylik. A, I ning tarkibida bor ekan bu so'zuq tovush. A, I bo'lsa keyin nima bo'ladi savatdoshlar? M. Shundaqmi? Shuning bilan bu bo'lib ketdi. M. Bu
Shu sinfmi? Shundaymi? Shu sinfmi? Shu sinfmi degan gap bo'ldi. Qaraylar saboqdashlar keyiniga. O okul. Tushunishlik? O maktab degan gap-ku bu. O maktab. Qaraydigan bo'lsak, oxir qarab baqaylar, kul debdimiz. Tarkibida nima bor? U. U bo'lsa qanday bo'ladi ekan grammatikamizga buni sap baqaylar. U bo'lib qolsa, oxirida yoki oxirgi bo'g'imida nima bo'ladi ekan bu? Dal uyg'urchaga o'xshash mu keladi ekan, saboqdashlar. Shuning bilan buningki savol qo'shimchasi nima bo'lib ketdi saboqdashlar? Mu. Shundaqmi? O okul mu? U maktab mu degan gap bo'ldi. Keyin qarayli, bu ev. Tarjimasi nima? Bu uy degan gap, shundaqmi? Qarayli saboqdashlar. Bu ev. Oxir qarayli, ev. Ev bir bo'g'imliq bir ism kana. Qarayli tarkibida nima bor? Qarayli bu yerga grammatikaga i bilan oxirlasa yoki oxirgi bo'g'imida bu harflar bo'lsa, bu so'ziq tovushlar bo'lsa nima bo'ladi ekan? Mi, shundaqmi? Mi. Bu evmi? Bu uymi? Yani bu evmu deydigan gap yo'q, turkchada. Bu evmu deydigan gap yo'q, bu evmi? Keyin qarayli, shu ütü. Ütü deganimiz nimadir? Dazmal degan gap, shundaqmi? Shu nima debdimiz bu yerda? Dazmal debdi. Buning savolni qanday qilsaymiz? Savol qo'shimchasini desak, qarasak oxirgi bo'g'imida nima bor ekan? Tu. Grammatikamiz nima degan to'q? Agarda oxirida yoki oxirgi bo'g'imida u so'ziq tovushlari bo'lib qolsa, savol nima bo'ladi ekan? Mu. Shuning bilan buni qo'ygan bo'ldik. Shu ütümü? U nima debdi? Dazmalmi degandan keyin savol shakli bu bo'yicha. Keyin qarayli, o İstanbul. Nima debdimiz? U İstanbul debdimiz, saboqdashlar. Endi buningki u İstanbulmu deb so'ramoqchi bo'lsak, nima deymiz deganda, biz barliq oldingi so'ziq tovushlarga oldingi bo'g'imlar bilan bizningki qanday aloqamiz yo'q. Qarasak buningda i so'ziq tovushi kelibdi, a so'ziq tovushi kelibdi, u so'ziq tovushi kelibdi. Shuning bilan bizningki qanday bizning oldi bilan bizning aloqamiz yo'q. Biz faqatlam eng oxirgi bo'g'imga qaraymiz dedik. Shundaymi saboqdashlar? Qarasak buning oxirgi bo'g'imida nima bor ekan? U. U bo'lsa qanday bo'ladi? U bilan oyoqlashsa nima? Mu. Qo'ydik. O İstanbul mu deb bir normal bo'lgan bir savol jumla yasagan bo'ldik, saboqdashlar. Shuning bilan biz turkchadagi savol qo'shimchasidan grammatikalik qoidalar va bir qanchalagan misollarni so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi biz o'zimiz bir qanchalagan misollarni olib baqaylar, saboqdashlar. Qarayli. Bu ne? Bu kalem. Kalem. Oxirisi qaraydigan bo'lsak, oxirgi bo'g'imi nima bor ekan buningki? Undaqda bu qalammi demoqchi bo'lsam nima deyman? Kalem. Oxirgi bo'g'imida nima bor? Bor ekan. Bo'lsa nima bo'ladi saboqdashlar? Mi. Shundami? Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? Bu kalammi? Yana boshqa misollar baqaylar. Masalan, nima? Koltuk. Koltuk deganimiz nima? Sapa degan gap, shundami saboqdashlar? Bu koltuk. Koltuk. Oxirgi bo'g'imida nima bor ekan? U bor ekan. U bo'lsa nima bo'ladi? Darhol maya qaraymiz. Oxirgi bo'g'imida u bo'lib qolsa nima? Mu qo'shimchasi qo'shid ekanmiz. Bu koltukmu? Bu sapamo degan savolimizni bu bo'yicha yasaymiz, saboqdashlar. Yana boshqa misollarni olib baqsaqchi, bu elbisa. Elbisa degan nima? Kiyim degan gap. Bu elbisa. Oxirisi yoki oxirgi bo'g'imiga qaraymiz degan edik, shundaymi saboqdashlar? Elbisa. Eng oxiri nima bilan oxirlashdi bu so'z? So'ziq tovushi bilan oxirlashibdi. Harfi bilan. Harfi bilan oxirlashsa, buningki masaldagi savol qo'shimchasi nima bo'ladi? Mi. Shundaymi? Bu elbisami? Yana boshqa misollarni olib baqsaqchi, bu taxta. Shundaymi? Bu taxta. Taxta degan nima? Doska yoki taxta degan gap. Shundaymi saboqdashlar? Bu taxta, keyin qaraylar, bu taxta. Bu taxta dedik, bu doska dedik. Taxta. Oxirisi nima bilan oxirlashdi? A harfi bilan. Oxirgi harfi A bilan oxirlashsa, qaysi qo'shimchani qo'shatdik? M. Shundaqmi? Shuning bilan bu nima bo'ldi deganimizda, bu taxta m. Turkchadagi bayon jumlani savol jumlaga aylantirish usullari yoki jumlalarga qanday savol qo'shimchasi qo'shish qoidalarimiz yuqorida biz so'zlab o'tganimizdagi saboqdashlar. Diqqat qilgan nuqtamiz nima ekan? Turkchadagi savol qo'shimchasi, uyg'urchadagi savol qo'shimchasidek muqimlan mu bo'lmasdan shu so'ramoqchi bo'lgan ismninki oxiridagi bo'g'imga qaraydi ekanmiz va oxirgi bo'g'imida hozir biz so'zlab o'tgandek a, i, o, u, o'dan iborat bu so'ziq tovushlarga asosan mas holdagi m, mi, mu, mudan iborat bu savol qo'shimchalarini qo'ydi ekanmiz saboqdashlar. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Saboqdashlarning darslarini yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib maqsadga tilakdoshman. Kelajak darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga emanet.